Hurmatli kuzatuvchilar, Namangan viloyati Chortoq tumani mana bu 5 ta mahalla fuqarolar yig'inida bugun to'y desa mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi paytda dolzarb mavzu, suv mavzu bo'layotganligi sababli akalarimiz mana shunaqa katta bahaybat mashinani sotib olishdi. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Voy, 350 metr chuqurlikda ko'lab berar ekan. Xudo xolasa suv chiqmagan joydan ham chiqarib qutulamiz. Mashinamiz hali ishlamagan, yangi bo'lganligi uchun bevosita tanishtirib o'tamiz. Mana bunaqa zamonaviy texnologiyalarni mana shu mashinamizga, barcha zamonaviy texnikalarni mana shu mashinamizga xudo xolasa ishlatishgan ekan. Mana ko'ring, juda ham zo'r holatda. Barcha haliga dalasdan yoki bo'lmasam uydan suv chiqaraman deganlar uchun juda ham zo'r texnologiya. Bemalol tavsiya qilamiz. Albatta, birinchi 100 ta mijozga chegirmasi bor. Bemalol ulgurib olinglar. Xudo xolasa chegirmalar bilan bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Barchani mana shu akalarimiz olib kelgan texnikadan faol foydalanib, obro'laringni Allohning barakotini berib, nima niyat qilsangiz niyatingizga yetinglar. To'ylarga buyursin topganinglar. Xudo xolasa mana bu nimalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Trubalarni ham mana hali ishlamagan salafanlar bilan yangi turibdi. Xudo xolasa necha metrga to'g'ri desangiz chiqarib berishadi shunaqa qilib. Hurmatli kuzatuvchilar, 200 gacha bo'lgan apsatkani, ya'ni 182 gacha bo'lgan apsatga tashab berishgan. Bu degani ikkita mini balki motorchigini ham tashab qo'ysangiz bemalol tortib beraveradi degani. Bu degani 10 gektar, 15 gektar, 20 gektargacha yeri bor odamlar hammani to'plab olib turib, mana shundan foydalansanglar, mini nasoslarni qo'yib bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Juda ham xudo xolasa zamonaviy mashinamiz, texnikamiz, bemalol tavsiya qilamiz. Haliga bir chaqirsangiz, bugun nima bo'ldi desa, buzilib qoldi, boshqa bo'ldi bo'lmaydi. Xudo xolasa yangi texnikada, yangi nasosdan chiqarib, xudo xolasa xalqimizga meva-chevalarni yetkazib berishda bardavom bo'lishini Allohdan so'raymiz. Topganimiz yaxshi kunga, to'yga, markabga, hajga nasib qilib, labbayk Alloh hajdan charchamaylik. Sog' bo'linglar.